odam bu olamni qabul qilganda bir nechta etap deymizku, bosqichdan o'tadi va bir qancha bizani organlarimiz qatnashadi. Birinchisi sekundlarda hissiyotimiz bundoq yashab o'tib beradida, signal beradi. Keyin o'sha hissiyotga bizani aqlimiz nom beradi, shaxsimiz munosabat bildiradi qanaqadir usul bilan. Ya'ni lekin to'g'ri o'sha nom berilishi o'sha bizani ichimizdagi strukturamizdagi narsadan kelib chiqadi. Va men aytaman, baribir ham shu his tuyg'u programmasini juda ham hurmat qilaman, barham bor narsamiz. Va shuning uchun qachondir oldinlari, hozir endi nimagadir bo'lmayapti, she'rlar yozardim. Ichimda hali his tuyg'u ko'p bo'lgan paytda mana she'r yozganman, chunki o'sha tushunishim bo'yicha his tuyg'ularim hammasi ham aqlga sig'maganda, gap chiqmagandi hali. Va ichimda qolib ketgan his tuyg'ularni nimadir qilmoqchi bo'lganman va o'shanda nimagadir she'rlar yozilgan. Va o'sha she'rimni eng birinchilar qatorida yozilgan she'rimni o'qib bermoqchiman. Bilasizmi, ko'nglim aytar, men baxtliman. Baxtiyor damlar ichra o'tdi umrim, quvonch bo'ldi menga yor. Baxt u qanday tuyg'u ekan, o'tkinchi yo barqaror. Kimdir unga to'yib yashar, kimdir esa unga zor. Baxtni menga tortiq qildi go'zal olam hayotim. Minnatdorman, armonim yo'q, sizga bor sadoqatim. Sizga bo'lsin baxtim, umrim, quvonchim bor hayotim. Qalbim tubi, ko'nglim siri, baxtga to'la hayotim. Rahmat.